ikkita til bilan bitta kasbni bilmagan bola maktab tugatgan, bu azob bizga. Kasb bo'lmasa u jamiyatga qo'lsiz, oyoqsiz kelib tushyapti. Muammo. Mana qanday bizning oldimizda vazifalar turibdi. Muammo u. Agar til bilsa, hamma yerda ish topa oladi, harakat qilsa agar. Kasbi bo'lsa, hunarmand, traktorist, veterinar va hokazo hokazo. Nima uchun mana markaz deyapmiz? 10 yil o'qitgan maktab 10 yil o'qitadi. Repetitor 1 yilda tilga o'rgatyapti. Muallim oylik deyapman. Qani endi meni qo'limda bo'lsa, bugun qo'l qo'yardim. Hamma muallimga $1000 oylik berish. Kelamiz shu kunlarga. Surxondaryoda ham bormi 1000 olayotgan? Bor. Harakat qilsa bo'ladimi Surxondaryoda? Bor. Muallimlar ham zalda bormi? Bor. Olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? O'zini qiynash kerak. Muallim ham qiynash kerak. Qayerda bo'lsa, shunaqa muallimlarni ko'rsam, rozi bo'laman, lekin bitta